Hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum. Hammaga mashinada o'tirganim e'tibor bermaysizlar. Ko'cha shamol bo'lib turibdi, zapis yaxshi yozib turibdi. Sizlarga Chery 7 Pro tozasidan keldi. 2024 mashin. Oqsuvet. Mashinamiz hali 13.000 kilometr yurib turibdi, toza vech. O'zlaringiz uchun bir qator ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Hiç yerinde kamchilik yok. Demek. Maşinimiz Radnoy kraskada zavodskoy bo'lib turibdi. Benzinda 13.000 kilometr yurgan Oqsuvet. Balonlar ham o'rtacha sostaniyada 360 gradus kameralari bor. EcoSport rejimlari bor. Laminatsiya bo'lgan salon. Yana bellari hamma yeri laminatsiya bo'lgan. Elektronli sideniya, elde sideniyalari, abduf abograf bor. Keyin arkasından podograf bor buni, abograf. Arka sideniyalaridan bor, 5 mestallik mashin. 2024-yil. Texnik yechimda ish yo'q, hali top-toza mashin. 13.000 probeg. Yine zapasyalar ham mavjud bor, tayyor mashin. 2024-yil mashin. Xo'sh, bahosi 255 million so'm. Barter kredit naqd pul variantlarimiz bor. Haydab ko'rib bir qator o'zlaringiz uchun tekshirtirib olaverasizlar. Ko'shkepur avtomarketda turadi mashinamiz.